Bugungi videoda biz 2026 Chevrolet Torvire modelining yangi avlodini ko'rib chiqamiz va uning dizayni, texnologiyasi hamda ishlash xususiyatlarini batafsil tahlil qilamiz. Ushbu avtomobil klassik Torvire ruhini saqlab qolgan holda zamonaviy elementlar bilan boyitilgan. Tashqi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsak, avtomobil aerodinamik shaklga ega bo'lib, silliq chiziqlar va agressiv old panjara bilan ajralib turadi. LED faralar zamonaviy ko'rinish beradi va kechasi aniq yoritishni ta'minlaydi. Kuzov dizayni nafaqat chiroyli, balki samaradorlikni ham oshiradi. Yon tomondan qaraganda, avtomobil past profil va sport uslubiga ega bo'lib, katta diskalar bilan uyg'unlashadi. Orqa qismi esa minimalistik dizayn bilan jihozlangan bo'lib, LED stop chiroqlari va zamonaviy bumper bilan to'ldirilgan. Ushbu model yoshlar va zamonaviy uslubni qadrlaydigan haydovchilar uchun ayni muddao hisoblanadi. Endi salon qismiga o'tamiz. Ichki makon yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, qulaylik va texnologiyani birlashtiradi. Raqamli panel va katta sensorli ekran haydovchiga barcha ma'lumotlarni oson boshqarish imkonini beradi. O'rindiqlar ergonomik dizaynga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Ichki yoritish tizimi esa kechki haydashda yoqimli atmosfera yaratadi. Texnologiya jihatidan 2026 Chevrolet Torvire juda ilg'or. Unda sun'iy intellekt asosida ishlaydigan yordamchi tizimlar mavjud bo'lib, haydash xavfsizligini oshiradi. Avtomatik tormozlash, yo'lni ushlab turish tizimi va adaptiv cruise nazorati kabi funksiyalar mavjud. Bu esa haydovchiga yanada ishonchli va xavfsiz boshqaruv beradi. Dvigatel masalasiga keladigan bo'lsak, yangi Torvire kuchli va samarali dvigatel bilan jihozlangan. U yoqilg'i tejamkorligi va yuqori quvvatni birlashtiradi. Tezlanish tez va silliq bo'lib, shahar ichida ham, magistral yo'llarda ham a'lo darajada ishlaydi. Shuningdek, avtomobilning suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yaxshi yutadi va barqaror haydashni ta'minlaydi. Boshqaruv